Assalomu alaykum. Bir kishilik xonanglar bormi? Va alaykum assalom. Ha, bor. 250 ming so'mdan 400 ming so'mgacha xonalarimiz mavjud. 250 ming so'mlik xona bilan 400 ming so'mlik xonaning farqi nimada? Xonamizning farqlari faqatgina katta yoki kichikligida va ichidagi sharoitlariga bog'liq. Xohlasangiz ko'rsataman. Yuring, menga bitta ko'rsatib yuboring xonalarni. Mana bu xonamizni bitta ko'ring. Hamma sharoitlari ichida. Bu xonaning narxi necha pul? Narxi 350 ming so'm. Siz ko'rib turgan barcha sharoitlar ichida mavjud. 250 ming so'mlik xonangizni ham ko'rsam bo'ladimi? Aha, mayli, ko'rsataman. Mana bu 250 ming so'mlik xonamiz. Mana ko'rib turganingiz. Men bitta o'zim mana shu xonani menga rosa yoqdi, hamma sharoitlar ichida ekan. Mana shu rasmlashtiraylik. Unda yuring mana. Buni pasportingizni bering. Hozir oldimda pasportim yo'q edi. Rasmiy ham bo'laveradimi? Aha, bo'ladi. Mana siz xohlagan 203-xonani kaliti. Buni joylashingiz mumkin. Rahmat. Ha, aytgandek, bu lokatsiyasi qanaqa? O'rtoqlarim kelsa ham manzilni tushuntirishim kerak-ku. Bizning manzil Yakkasaroy tumani Shota Rustaveli ko'chasi, Tafakkur 47. Agarda siz bizning manzilimizga tushunmagan bo'lsangiz, quyidagi telefon raqamlariga lokatsiya so'zini yozsangiz sizlarga lokatsiyasini tashlab berishadi.